Yetti yodlar do'st bo'lar tojing uchun. Ming elan tushsang qochar tuqqonlar. Yetti yodlar do'st bo'lar tojing uchun. Ming elan tushsang qochar tuqqonlar. Har qadamda vo ajab kimsan demay, to'xtatib aql o'rgatar nodonlar. Har qadamda vo ajab kimsan demay, to'xtatib aql o'rgatar nodonlar. Do'st qadrin olangi yoronlar. Tutmang endi dahrishin osonlar. Sotmangiz do'stlarim bir aybi uchun. Chalg'itib bozor to'la yolg'onlar. Do'st qadrin olangi yoronlar. Birodarlar, Jerda Mahmudjon birodarimiz o'tiribdilar. Shu kishini bir yaxshi ko'rgan qo'shig'i bor, o'shani ham aytib beray, shu bilan to'xtataman. Shu kuni xursand qilib qo'yay. Bu inson ustozimizni bir dahshat duolarini olgan inson. Butun ijodlarini chiroyli qilib, bir diplomat bilan qo'shiqlarini o'zlarini uyiga olib borib, bir to'n kiygizib pul bersa olmagan, istab pul bergan olmagan pulni. To'nni olgan, lekin duoni dahshatini shu kishi olgan. Bunga biz guvohmiz. Bu kishi bitta qo'shiqni yaxshi ko'radilar, shuni aytib beray keyin. Bu hozirgi aytadigan qo'shig'imiz Jo'rabek Murodov qo'shiqlari, ustozimizda. O'zga oyni sen oy dema, o'zga joyni sen joy dema, o'zga nonni sen, o'zga oyni sen oy dema, o'zga joyni sen joy dema, o'zga nayni sen nay dema, o'zga yurtda shoh bo'lguningcha o'z yurtingda gado. O'zga non
Har kimni o'z gulzori bor, har kimni o'z bozori bor, har kimni o'z mazori bor. O'zga yurtda shoh bo'lguncha o'z yurtingda gado. Tatmaydi birov oshi, qovushmaydi yorlar yoshi. Malol kelar otgan toshi, o'zga yurtda shoh bo'lguncha o'z yurtingda gado. Yomon emas yaxshi bo'lg'il, yomon emas yaxshi bo'lg'il. Shoir bo'lg'il, naqshi bo'lg'il. Shoberdidek baxshi bo'lg'il. O'z yurtingda, o'zga yurtda shoh bo'lguncha o'z yurtingda gado bo'l. Kelajakka nasihatim, farzandlarga nasihatim, udur nazr dil dasxatim. O'zga yurtda shoh bo'lguncha o'z yurtingda gado bo'l. Har kimni o'z gulzori bor, har kimni o'z bozori bor, har kimni o'z mazori bor. O'zga yurtda shoh bo'lguncha o'z yurtingda gado bo'l. Birodarlar, salomat bo'linglar. Bu biron sabab bo'lmasa she'r yozilmaydi, bu birinchisi. O'sha bir san'atkor tufayli bir qo'shiq bo'ladi. Albatta har bitta yozilgan har bitta narsa albatta sababli bo'ladi. Shu yana bir narsa bo'lib qoldi. Buni ham ijro qilib beramiz. Dunyo bo'yicha tanilgan ikkita zot bitta qo'shiqqa emas, bitta she'rni paydo bo'lishiga sabab bo'lgan. Ikki kishi dunyo tanilgan insonlar bo'lgan. Dunyo taniydi, tanigan. Bittalari ustozimiz Sherali Jo'rayev. Ikkinchilarini aytmayman, o'zlaring topib olasizlar. Bitta she'rni paydo bo'lishiga va u she'r qo'shiq bo'lishiga qo'shiqni ham aytib beraylik.